Bugun men kvartira egalari uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Shu oy oxirigacha hujjatlarni tartibga keltirmasangiz, keyin kvartirangiz bilan bog'liq har qanday ishda jiddiy muammoga duch kelishingiz mumkin. Bu masala faqat uy sotmoqchi bo'lganlarga emas, ijaraga berayotganlarga, meros kutayotganlarga, eski hujjat bilan yashayotganlarga, hatto mening uyim joyida hech kim tegmaydi deb o'ylayotganlarga ham tegishli. Men buni vahima chiqarish uchun aytmayapman. Men ko'p yillik amaliyotda shuni ko'rganman. Odamlar ko'pincha muammo kelmaguncha hujjatga qaramaydi. Keyin esa bank kredit bermaydi, notarius bitimni o'tkazmaydi. Kadastrda maydon boshqa chiqadi. Soliq tizimida qarzdorlik ko'rinadi. Elektron reyestrda egasi boshqa odam bo'lib qoladi yoki umuman obyekt topilmaydi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot ko'p odamning mulkini, pulini va asabini saqlab qolishi mumkin. Avval kvartira hujjatlari ko'proq qog'oz ko'rinishda yuritilar edi. Odamning qo'lida eski order, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi yoki kadastr hujjati bo'lsa, ko'pchilik hammasi joyida deb hisoblar edi. Mahalla biladi, qo'shnilar biladi, uyda yashayapman. Kommunal to'layapman, demak uy meniki degan tushuncha keng tarqalgan edi. Lekin hozir tartib o'zgardi. Davlat organlari, kadastr, soliq, notariat, banklar va kommunal xizmatlar tobora ko'proq raqamli bazalar orqali ishlayapti. Ya'ni qog'ozdagi hujjat boli yetarli bo'lmay qolmoqda. Eng muhim savol bitta. Sizning kvartirangiz elektron reyestrda to'g'ri ko'rinyaptimi? Egasi kim deb yozilgan? Manzil to'g'rimi? Maydon to'g'rimi? Kadastr raqami bormi? Cheklov, taqiq, garov, qarzdorlik, sud nizosi yoki boshqa belgi chiqmayaptimi? Raqamli konfiskatsiya deganda men shuni nazarda tutyapman. Hech kim kelib eshigingizni buzib, kvartirangizni olib ketmaydi. Lekin raqamli tizimda xato bo'lsa, siz amalda mulkingizdan foydalana olmay qolishingiz mumkin. Sotolmaysiz, garovga qo'ya olmaysiz, farzandingiz nomiga o'tkaza olmaysiz, meros rasmiylashtirish qiyinlashadi. Kompensatsiya masalasida isbotlashga majbur bo'lasiz. Ba'zi hollarda esa xato ma'lumotlar sababli mulk egasining huquqi sudgacha borib qoladi. Bu ayniqsa eski uylar, ko'p yillik kvartiralar, meros orqali o'tgan uylar. Sobiq turmush o'rtoqlar nomida qolgan xonadonlar notariusda shartnoma qilingan u kadastrda oxirigacha ro'yxatdan o'tmagan holatlar uchun juda xavfli. Oldin biror muammo bo'lsa, odam arxivga borardi. Mahalladan ma'lumotnoma olardi. BTI yoki kadastr idorasidan qog'oz ko'tarib yurardi. Jarayon sekin, lekin ko'pincha insoniy tushunish bilan hal bo'lardi. Hozir esa ko'p qarorlar raqamli tizimdagi yozuvga qarab chiqariladi. Tizimda yo'q bo'lsa, demak tasdiqlanmagan. Tizimda boshqa egasi chiqsa, demak siz avval shu xatoni tuzatishingiz kerak. Tizimda maydon 42 kvadrat metr deb turib, sizning qo'lingizdagi hujjatda 49 kvadrat metr yozilgan bo'lsa, bu ham jiddiy savol tug'diradi. Masalan, odam 2005 yilda kvartira sotib olgan, notariusda shartnoma tuzilgan, pul berilgan, kalit olingan, oila 15 yil yashagan. Lekin o'sha paytda kadastr ro'yxatiga o'tkazish oxirigacha bajarilmagan. Bugun u odam kvartirani sotmoqchi bo'lsa, notarius elektron bazaga qaraydi va egalik huquqi to'liq ro'yxatdan o'tmagan deydi. Odam men 15 yildan beri shu yerda yashayman desa ham bitim to'xtaydi. Endi u arxivdan shartnomani topishi, kadastrga murojaat qilishi, ro'yxatdan o'tkazishi, ba'zida sud orqali huquqni tan oldirish kerak bo'ladi. Yana bir misol. Ona vafot etgan, kvartira uning nomida qolgan. Farzandlar o'zimizniki-ku deb yillar davomida merosni rasmiylashtirmagan. Kommunal to'lovlar kelib turgan. Hech kim bezovta qilmagan. Lekin keyin uyni sotish yoki bo'lish kerak bo'lganda elektron tizimda egasi vafot etgan shaxs bo'lib turadi. Meros muddati, boshqa merosxo'rlar, qarzdorlik, nikohdagi ulush hammasi tekshiriladi. Bir farzand men yashaganman. Uy meniki desa, ikkinchisi men ham ulushdorman deydi. Natijada oddiy kvartira oilaviy nizoga, sud xarajatiga va bir necha oylik yugur-yugurga aylanadi. Birinchi navbatda eski hujjat bilan yashayotganlar tekshirish kerak. Agar sizning qo'lingizda 1990 yillar yoki 2000 yillar boshidagi order, eski texnik pasport, eski kadastr papkasi, oldi sotdi shartnomasi bo'lsa, lekin elektron ko'chirma olmagansiz, xavf bor. Hujjat haqiqiy bo'lishi mumkin. Lekin raqamli bazadagi yozuv bilan mos kelishi shart. Ikkinchi toifa, meros orqali o'tgan kvartiralar. Agar ota-onangizdan, turmush o'rtog'ingizdan yoki qarindoshingizdan uy qolgan bo'lsa,
hali keyin qilamiz deb yurmaslik kerak. Meros huquqi vaqtida rasmiylashtirilmasa, keyinchalik dalillar ko'payadi. Merosxo'rlar soni o'zgaradi. Kimdir vafot etadi, kimdir chet elga ketadi, kimdir rozilik bermaydi. Men amaliyotda ko'rgan eng og'ir holatlardan biri shuki, 3 xonali kvartira 600 million so'm atrofida baholangan. Lekin meros o'z vaqtida rasmiylashtirilmagani uchun 6 nafar qarindosh da'vo qilgan. Oxirida hech kim kvartirani normal sota olmagan. Chunki har bir ulush bo'yicha kelishuv kerak bo'lgan. 3-toifa, ipoteka, kredit yoki garov bilan bog'liq kvartiralar. Agar siz kvartirani kreditga olgan bo'lsangiz, bank garovi olib tashlanganmi? Elektron reyestrda cheklov turib qolmaganmi? Shuni tekshiring. Kredit yopilgan bo'lsa ham garov belgisi avtomatik o'chmagan holatlar uchraydi. Odam qarzini to'lab bo'lgan, bankdan ma'lumotnoma olgan. Lekin kadastrda garov hali turibdi. Natijada sotish paytida bitim to'xtaydi. 4-toifa qayta qurish qilganlar, balkon qo'shgan, xona devorini olgan, oshxonani boshqa joyga ko'chirgan. Umumiy maydonni o'zgartirgan odamlar ehtiyot bo'lish kerak. Sizning kvartirangiz hujjatda ayni tekish kvadrati metr, amalda 6,4 kvadrati metr bo'lsa, bu nafaqat kadastr, balki xavfsizlik, qo'shnilar huquqi va qurilish qoidalari masalasidir. Ayniqsa yuk ko'taruvchi devorga tegilgan bo'lsa, bu juda jiddiy. 5-toifa kvartirani ijaraga berayotganlar. Ko'pchilik ijara shartnomasini rasmiy qilmaydi. Soliqdan qochishga urinadi yoki og'zaki kelishdik deydi. Lekin raqamli nazorat kuchaygani sari ijara, kommunal sarf, yashovchilar soni, soliq ma'lumotlari bir-biriga bog'lanmoqda. Agar kvartira sizning nomingizda bo'lmasa yoki hujjatlar chalkash bo'lsa, ijarachi bilan nizo chiqqanda o'zingizni himoya qilish qiyinlashadi. Agar siz yaqinda kvartira sotib olgan bo'lsangiz, notarius orqali bitim qilgan bo'lsangiz, kadastr ko'chirmasi elektron bazadan olingan bo'lsa, soliq va kommunal to'lovlarda egasi to'g'ri chiqsa, garov yoki taqiq bo'lmasa, sizda xavf ancha past. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki xatolar ko'pincha sotib olish paytida emas, keyingi integratsiya jarayonlarida ko'rinadi. Masalan, yangi uyda kvartira olgan odamda quruvchi kompaniyadan shartnoma bor, to'lov kvitansiyalari bor. Lekin bino foydalanishga topshirilgandan keyin har bir kvartira alohida kadastrdan o'tishi kerak. Ba'zi odamlar kompaniya hammasini qiladi deb kutadi. Kompaniya yopilib ketadi yoki kechiktiradi. Natijada odam pul to'lagan, yashayapti, lekin mulk huquqi to'liq ro'yxatdan o'tmagan. Bu holatda yangi uyku degan gap ham himoya qilmaydi. Eng katta xavf shundaki, hujjatdagi xato oddiy xato bo'lib qolmaydi. Raqamli tizimlar bir-biriga ulangan sari bitta xato boshqa joylarda ham muammo chiqaradi. Kadastrda manzil noto'g'ri bo'lsa, soliqda ham noto'g'ri chiqishi mumkin. Soliqda ham qarzdorlik ko'rinsa, notarius bitimni to'xtatishi mumkin. Notarius bitimni to'xtatsa, xaridor pulni qaytarishni talab qiladi. Agar oldindan zakalat olingan bo'lsa, nizoga sabab bo'ladi. Men bitta oddiy misol keltiraman. Kvartira egasi uyini 7,5 million so'mga sotishga kelishadi. Xaridor 3 million so'm zakalat beradi. Bitim kuni ma'lum bo'ladiki, kvartirada 7,5 million so'mlik eski soliq qarzi va kommunal qarzdorlik bor. Bundan tashqari kadastrda maydon farqi chiqadi. Xaridor kutmaydi, boshqa uy oladi. Zakalat bo'yicha tortishuv boshlanadi. Egasi esa aslida bularni bir hafta oldin tekshirganida hammasini oldindan hal qilishi mumkin edi. Yana bir xavf elektron reyestrda taqiq yoki cheklov turib qolishi. Ba'zan aliment qarzi, kredit qarzi, sud ijrochisi qarori, soliq qarzi yoki sud nizosi sababli mulkka taqiq qo'yiladi. Odam qarzni yopadi, lekin taqiqni olib tashlash bo'yicha alohida harakat qilmaydi. Tizimda taqiq turgan bo'lsa, siz egasisiz. Lekin mulkni tasarruf eta olmaysiz. Bu ham raqamli blokirovkaning bir ko'rinishi. Hamma xato ham darhol uydan ayrilasiz degani emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Agar hujjatingizda familiyada bitta harf xato bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki eski manzil nomi yangisiga mos kelmasa, ko'pincha bu ma'muriy tartibda tuzatiladi. Lekin tuzatish uchun ariza, pasport, eski hujjatlar, notarial shartnoma, meros hujjati yoki arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda eski hujjat huquqni tasdiqlaydi, lekin raqamli ro'yxatga kiritilmagan bo'ladi. Bunda vahima qilmasdan hujjatni kadastr organiga olib borib, ro'yxatdan o'tkazish kerak. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, notarius arxivi, davlat arxivi yoki kadastr arxividan nusxa olish mumkin. Muhimi yo'qoldi, endi bo'ldi deb qo'l siltamaslik. Yana bir nozik masala.
Nikoh davrida olingan kvartira. Kvartira faqat er yoki xotin nomida bo'lishi mumkin. Lekin agar u nikoh davrida umumiy mablag' hisobiga olingan bo'lsa, ikkinchi turmush o'rtog'ining roziligi kerak bo'lishi mumkin. Ko'pchilik buni unutadi. Masalan, kvartira er nomida u sotmoqchi. Notarius nikoh holatini tekshiradi va xotinning roziligini so'raydi. Agar ular ajrashgan bo'lsa ham mulk bo'yicha masala hal qilinmagan bo'lishi mumkin. Bu sotuvni to'xtatadi. Hadya qilingan kvartiralarda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ota farzandiga kvartira hadya qilgan, lekin keyin boshqa farzandlar norozi bo'lgan holatlar uchraydi. Agar hadya shartnomasi qonuniy tuzilgan, notarial tasdiqlangan va ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, huquq kuchli bo'ladi. Lekin hujjat faqat og'zakivada yoki oddiy tilxat bo'lsa, bu mulk huquqini bermaydi. Tilxat pul berilganini ko'rsatishi mumkin. Lekin kvartira egasini avtomatik o'zgartirmaydi. Yangi qurilgan uylarda yana bir muammo bor. Quruvchi va xaridor o'rtasidagi shartnoma mulk huquqi bilan bir xil narsa emas. To'lov qilganingiz sizga talab huquqini beradi. Lekin yakuniy mulk huquqi kadastr ro'yxatdan keyin mustahkam bo'ladi. Shuning uchun yangi uy olganlar quruvchidan bino foydalanishga topshirilganligi, kvartira raqami, maydoni, kadastr jarayoni va mulk huquqini ro'yxatdan o'tkazish tartibini yozma so'rashi kerak. Kvartira bilan bog'liq qarzdorliklar ham alohida tekshirilishi kerak. Soliq qarzi chiqindi, elektr, gaz, suv, issiqlik, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari bo'lishi mumkin. Ba'zi qarzlar shaxsga bog'liq, ba'zilari obyekt bilan bog'liq tarzda amaliy muammo chiqaradi. Xaridorlar odatda qarzsiz ma'lumotnoma talab qiladi. Agar siz sotmoqchi bo'lmasangiz ham qarzni yig'ib qo'ymaslik kerak. Chunki keyin jarima, penya va cheklovlar paydo bo'ladi. Masalan, 2 xonali kvartira ijaraga berilgan. Ijarachi elektr va suvni to'lamagan, egasi esa o'zi to'laydi deb ishonib yurgan. 8 oyda 4 million so'm qarz yig'ilgan. Keyin ijarachi ketib qoladi. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot esa kvartira egasidan talab qiladi. Agar ijara shartnomasi rasmiy bo'lmasa, egasi ijarachidan undirishi qiyinlashadi. Shuning uchun hujjat faqat kadastr emas, kundalik boshqaruv masalasi hamdir. Birinchi qadam, kvartirangiz bo'yicha elektron ko'chirmani oling. Buni Davlat xizmatlar markazi orqali yoki mavjud elektron xizmatlar orqali olish mumkin. Ko'chirmada egasi, kadastr raqami, manzil, maydon, huquq turi, ro'yxatdan o'tgan sana va cheklovlar bor yo'qligini tekshiring. Agar siz texnik jihatdan qiynalsangiz, Davlat xizmatlari markaziga pasportingiz bilan boring va xodimdan aynan mulk bo'yicha dolzarb ko'chirma kerakligini ayting. Ikkinchi qadam, qo'lingizdagi barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, kadastr hujjati, texnik pasport, ipoteka shartnomasi, bank qarzi yopilganligi haqidagi ma'lumotnoma, turmush o'rtog'i roziligi, to'lov kvitansiyalari, kommunal ma'lumotnomalar. Hujjatlarni rasmiga olib telefoningizda saqlang, lekin asl nusxalarini alohida papkada saqlang. Uchinchi qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Pasportdagi ism familiya bilan hujjatdagi ism familiya bir xilmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Manzil eski nom bilan yozilgan bo'lsa, yangi manzilga mos keladimi? Kvartira raqami, uy raqami, korpus, blok, qavat adashmaganmi? Maydon bir xilmi? Masalan, hujjatda 26,6 kvadrat metr, ko'chirmada 26,6 bo'lsa yaxshi. Agar hujjatda 26,6, bazada 42 chiqsa sababini aniqlash kerak. 4-qadam cheklovlarni tekshiring. Ko'chirmada garov, taqiq, sud nizosi, band solish, ijro hujjati kabi belgilar bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Avval qaysi organ qo'yganini aniqlang. Agar bank garovi bo'lsa, bankdan qarz yopilganligi va garovni chiqarish haqida hujjat oling. Agar sud ijrochisi taqiq qo'ygan bo'lsa, qaror asosini so'rang. Qarz yopilgan bo'lsa, taqiqni bekor qilishni yozma talab qiling. 5-qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Soliq organi, kommunal xizmatlar, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkatdan holatni aniqlang. Menga hech narsa kelmayapti degan gap yetarli emas. Ba'zan xabarnoma kelmaydi, lekin qarz bazada turadi. Agar qarz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, yozma e'tiroz bering. To'lov cheklarini ilova qiling. Qayta hisob-kitob so'rang. 6-qadam, meros masalasi bo'lsa, notariusga boring. Uy otamdan qolgan, onam nomida edi. Aka-ukalar kelishganmiz degan gaplar yuridik hujjat o'rnini bosmaydi. Notariusga vafot etganlik guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, kvartira hujjatlari, pasportlar bilan murojaat qiling.
Agar muddat o'tgan bo'lsa, notarius sizga sud tartibi kerak yoki kerak emasligini tushuntiradi. 7-qadam qayta qurish bo'lsa, mutaxassis bilan maslahat qiling. O'zboshimchalik bilan qilingan o'zgarishlarni yashirish kelajakda qimmatga tushadi. Ayniqsa kvartirani sotishda xaridor texnik holatni ko'radi. Bank baholovchisi keladi, kadastr farqini aniqlashi mumkin. Agar o'zgarish qonuniylashtiriladigan bo'lsa, ruxsat va loyiha masalasini tartibga keltiring. Agar xavfli o'zgarish bo'lsa, uni tiklashga to'g'ri kelishi mumkin. Agar kadastr ma'lumotida xato topsangiz, og'zaki tushuntirish bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada o'zingizning FIsh, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, kvartira manzili, kadastr raqami, muammo mazmuni va talabingizni aniq ko'rsating. Masalan, elektron reyestrda kvartira maydoni 2 kvadrat metr ko'rsatilgan, lekin 2008 yilgi kadastr hujjatida 2,6 kvadrat metr. Ushbu tafovut sababini aniqlab, ma'lumotlarni qonuniy hujjatlar asosida tuzatib berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Asl nusxani topshirmang, faqat ko'rsatish kerak bo'lsa ko'rsating. Qabul qilingan arizaga kirim raqami oling. Chunki kirim raqami bo'lmasa, keyin murojaatingiz qayerda qolganini isbotlash qiyin. Agar javob berilmasa, yuqori tashkilotga yoki tegishli tartibda shikoyat qilish uchun aynan shu kirim raqami kerak bo'ladi. Agar muammo notariusda chiqqan bo'lsa, notariusdan aniq sababni so'rang. Bitim bo'lmaydi degan umumiy gap yetarli emas. Nima sababdan bo'lmaydi? Egasi mos emasmi, taqiq bormi? Rozilik yetishmayaptimi? Kadastrda xato bormi? Soliq qarzi bormi? Sababni bilsangiz, yechim ham tezlashadi. Birinchi holat, ayol kishi 2010 yilda kvartira sotib olgan, lekin pasport almashtirganda familiyasi o'zgargan. Eski hujjatda qizlik familiyasi, elektron bazada yangi familiya bilan bog'lanish noto'g'ri kiritilgan. U kvartirani qiziga hadya qilmoqchi bo'lganda notarius hujjatlarni qo'shimcha tekshiruvga yuborgan. Muammo katta emas edi, lekin vaqt ketdi. Agar u oldindan nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat va kadastr ko'chirmasini tayyorlab qo'yganda jarayon ancha tez bo'lardi. Ikkinchi holat, erkak kishi ipoteka kreditini 7 yil oldin yopgan. Bankdan qarzingiz yo'q degan qog'oz olgan, lekin garovni yechish bo'yicha kadastrga ma'lumot yetib bormagan. U kvartirani sotmoqchi bo'lganida elektron reyestrda garov turibdi. Xaridor kutmagan. Egasi yana bankka bordi. Arxivdan ma'lumot oldi. Garovni chiqarish uchun murojaat qildi. Natijada bitim bir oyga kechikdi. Bu muammo bir kunlik tekshiruv bilan oldindan aniqlanardi. Uchinchi holat, aka-uka ota-onadan qolgan kvartirada kelishib yashagan. Rasmiy meros qilinmagan. Keyin ulardan biri kvartirani ta'mirlab 20 million so'm sarflagan va endi uy meniki deb o'ylagan. Boshqa merosxo'rlar esa ulush talab qilgan. Ta'mir xarajati mulk huquqini avtomatik bermaydi. Agar meros boshida rasmiylashtirilganida kimning ulushi qancha, kim sotib oladi, kim kompensatsiya oladi, hammasi aniq bo'lardi. Birinchi xato faqat kommunal to'lov qilib yurishni egalik isboti deb o'ylash. Kommunal to'lov siz yashayotganingizni yoki foydalanayotganingizni ko'rsatishi mumkin, lekin mulk huquqini to'liq tasdiqlamaydi. Ikkinchi xato eski tilxatga ishonish. Pulni oldim, kvartirani berdim degan tilxat notarial oldi-sotdi shartnomasi o'rnini bosmaydi. Ko'chmas mulk bitimi belgilangan tartibda rasmiylashtirilishi kerak. Uchinchi xato, qarindoshlar orasida hujjatsiz kelishish. Bugun hamma rozi bo'lishi mumkin, ertaga vaziyat o'zgaradi. Odam vafot etadi, farzandlari kiradi, nikoh buziladi, qarz paydo bo'ladi. Hujjat bo'lmasa og'zaki kelishuvni isbotlash qiyin. 4-xato, davlat biladi-ku deb kutish. Davlat bazasida xato bo'lsa, uni tuzatish tashabbusi ko'pincha egadan chiqadi. Siz manfaatdor tomonsiz. Shuning uchun tekshirish, ariza berish, javob olish sizning vazifangizga aylanadi. Men sizga bugun aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, kvartira egasi bo'lish faqat kalitga ega bo'lish emas. Bugungi sharoitda haqiqiy xotirjamlik uchun hujjat, elektron reyestr, soliq, kommunal holat, cheklovlar va oilaviy huquqlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Raqamli konfiskatsiya degan xavf shundan iboratki, tizimda xato bo'lsa, mulkingiz bor, lekin uni erkin boshqara olmaysiz. Shu oy oxirigacha eng kamida 3 ta ishni qiling. Elektron kadastr ko'chirmasini solishtiring, qarzdorlik va cheklovlarni tekshiring. Agar xato topsangiz, og'zaki gap bilan yurmang. Yozma ariza bering va kirim raqamini oling. Meros, garov,
qayta qurish yoki nikohdagi ulush bo'lsa, mutaxassisga yoki notariusga vaqtida murojaat qiling. Sizning kvartirangiz bo'yicha qanday muammo bor? Eski hujjatmi, merosmi, kadastr xatosimi, garovmi yoki qarzdorlikmi? Izohlarda yozing. Men eng ko'p uchrayotgan savollar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni kvartirasi bor yaqinlaringizga yuboring. Bu oddiy tekshiruv bugun 30 daqiqa vaqt olishi mumkin, lekin ertaga sizni o'ylar davom etadigan muammodan saqlab qoladi.